Assalomu alaykum. Mana biz bugun Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida Zargarol mahallasidamiz. Xo'sh, bu yerda 70 sotix limon ko'chatlari, Toshkent navli limon ko'chatlari ekilgan. Bu yil 3 yil to'liq to'ldi. Xudo xolasa mana shuni ekkanimizga 3 yil bo'ldi. Bu limonlarni biz ekkan paytimizdan boshlab hozirgacha o'zimiz shakl berib kelganmiz. Faqatgina mana dehqonimizdan iltimos qilganmiz. Mana buni erkaklar ketsa uchun olib qo'ying deb. Masalan, ko'pchilikka negadir fikr tayyor bo'lmasinki, nimaga bu limonlarni uchi kesilgan deb. Biz buni olib 3 yildan beri shakl berib kelamiz. Mana limonlarimiz mevalarga o'tirib, mana kichik o'sha meva shoxlarimiz, ona shoxlarimiz mana mevaga o'tirgan. Mana mevaga o'tirgan, mana uzog'i bilan mana bir hafta 10 kunda gulga o'tiradi. Mana shoxlarimizda o'sha mevaning yetilishlari, mana uyg'onishlari, mana mevani mana uyg'onishlari juda yaxshi. Bitta mevada, masalan, bitta barg oralig'ida 5-6 ta hech bo'lmaganda guli bor. Mana ko'rsatib o'tamiz. Bu nimadan olib keladi? Birinchi navbatda bu yerda issiqxonamiz Koreyadan keltirilgan va Koreya tipida qurilgan bo'lib, buni yuqori qismiga, har bir tomiga shamollatish uchun fortishkalar qo'yilgan. Bundan tashqari bu yerda parda bo'lib, xullas plyonka, mana bizga o'xshab, nima deydi, dehqonlarning xonadoniga o'xshab 2 qavat, 3 qavatlab plyonka tortilmaganda bitta tirnoq plyonka tortilib 13 mikronlik va bitta parda qo'yilgan. Sovuq bo'lganda parda tortiladi, bo'lmasa bitta plyonka bilan yotadi-da, quyoshdan xullas tuyadi. Mana quyoshdan tuyish natijasida mana navdalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Navdalarimiz to'liq yetilib, mana kurtaklarni uyg'otib turibdi. Keyin mana ko'pchilik tushunadi, mana pastga qarab egilgan bo'lsa barglarimiz, xuddi bir nima deydi, taralgan sochdek deymizmi, chiroyli bo'lib turadigan bo'lsa, bilamizki, demak bu to'liq meva beradigan holatga turibdi. Faqatgina biz bu yerda mana buni ham olib o'tasiz Toshpo'lat aka, mana bu yerda dehqonimiz Toshpo'lat aka. Mana shu mevaxonalarimiz to'liq mana ona meva berishga tayyor turibdi. Bu bilan nima demoqchimiz? Masalan, har qaysi yerni o'zini texnologiyasi bo'ladi, o'zini ob-havosi bo'ladi-da, har qaysi yerdan dehqonni tajribasidan kelib chiqib tavsiyalar beriladi. Xo'sh, bu yerda beradigan tavsiyamiz, biz bularga aytib o'tdik. Birinchi navbatda har bir tupga 200 grammdan amofos berdik va 50 grammdan kaliyli o'g'it berdik va mana hozir bu kecha kunduzda temir moddasini sepib turibdilar. Xudo xolasa mana biz kesib bo'lganimizdan keyin temir moddasi sepiladi-da, ko'chatimiz gullashga tayyor bo'lib qoladi. Shuning uchun mana hozir biz bu yerda asosiy maqsad yuqori qismini kesishni ko'rsatib bermoqchi bo'ldik. Mana bu yerda mana 4 ta novdamiz borda, mana bir novdamiz masalan ona shoxga aylanib bo'lgan. Va mana bularimiz erkak shox bo'lganligi sababli mana biz buni ikkitasini oladigan bo'ldikda, birtasini to'liq qo'ydirib, mana bu ko'chat tomon, ya'ni yon tomondagi ko'chatimizni mana o'rtacha masalan deylik 25 sm, deylik 20 sm chiqadi, 20 sm ga qoldirdik. Chunki bu mana keyin kelgan 3-4 ta novda beradi. Yana buni erkak novdasi chiqadigan bo'lsa, xuddi shuni olamiz, mana bunga o'xshab mana. Va buni biz ona shoxga aylantirib yuboramiz. Shuning uchun dehqonlarimizdan so'raymiz, mana shu kesishga ham ko'p e'tibor berishlarini so'raymiz. Mana hozir narigi tomonidan o'tib yana men ko'rsatib beraman Toshpo'lat aka. Hozir mana bu daraxtimizni mana yon tomonlariga ham yana ko'ramiz. Mana keraksiz erkak novdalar bo'lsa yoki masalan mana oralarda keraksiz novdalar bo'lsa olamiz. Mana bu novdani mana pastga qaraganligi va keyinchalik kerak bo'lishi uchun yoki novda ko'p erkaklab chiqib ketmasligi uchun mana bu yerdan kesilgan uchun tepa qismiga masalan hozircha 2 ta novda qoldirdik. Mana yana aylanib o'tadigan bo'lsak, bu tomondan ham aniqlaymiz. Mana bu novdani, mana bu uzun novdani, mana bir ta ona shoxi bor, mana gullab turibdi. Va yana bu ikkinchi ona shoxi, mana uchiga shunaqangi gul berganki, gulni ko'tara olmay solgan. Demak, bu novdalar o'smay qoladi. Yana dehqonning tili bilan aytganda mayib bo'lib qoladi. Bunga biz yana masalan mana bu cho'rnavoy kesilganda qoralamaga shuni kesib ko'rsatib beramiz. Mana taxminan 20 sm qo'yib, mana 3-shoxni qo'ydik. Lekin mana bu yerga kelamiz, mana orada erkak novda bor. Erkak novdani olib tashlaymiz. Mana buni ham olib tashlaymiz. Chunki bu yerda mana bizga asosan meva qo'yiladigan shoxlar mavjud.
Demak, mana bu shoximizni yarimta qirqamizda, bu shoximizni to'g'riligicha qoldiramiz. Mana bu shoxlarga kelamiz. Mana bu shoxlarimiz mana yonga engashishini hisobga olib, bu shoxlarimizni mana yirikroq qismini olishga majbur bo'lamiz. Chunki bu yerda ariq o'tgan, ariqqa enkayib qolishi mumkin bo'ladi. Shuni hisobga olamiz. Keyin yana bir mana hozir bu navdalar haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, mana dehqon ekinni qanday boqqanligi navdadan ma'lum bo'ladi. Mana bitta nuqtada nechtalab meva shoxlari ajralganligi, mana gulga o'tirganligi shu o'zini faoliyatini bildirib beradi. Keyin yana bir narsaga dehqonlaringizni e'tibor berishingizni so'raymizki, mana hozir bu yerda ham yana o'sha gap, o'sha keraksiz novdalarni topib oradan olib tashlaymiz 100%. Bu o'zi qoralamaga bir marta kesilgan bo'lib, buni men endi qayta o'tib chiqaman. Mana. Demak, biz mana shu navdalarni olishimiz bilan yuqori qismi tayyor bo'ladi. Mana buni masalan qo'ymadim, chunki bu to'liq ona shoxga o'tgan. Kurtaklarni olgan paytimizda ham tag qismidan takrordan olishimiz kerak bo'ladi. Endi olganda ham to'liq olinmaydi-da, ma'lum miqdorda o'sha yon shoxlar ham qoldiriladi. Keyin mana hozir tag qismini ko'rsatib o'tamiz. Mana ekinimizning tag qismi, agar yerga tegadigan bo'lsa, mana birozgina kalta qilinadi, tegadigan bo'lsa. Bo'lmasa o'rtacha 40 sm dan masalan 60 sm gacha tozalanadi, sharoitga qarab. Mana bu yerda esa o'sha tozalangan va mana tagidan kesib arra bilan olinganda mana bu birozgina qo'yilgan bo'lgan. Mana masalan bularni qo'ymaymiz. Shu olganda iloji bo'lsa tagidan olamiz. Chunki hozir mana vodiyda boshqacha, Xorazmda boshqacha kesiladi. Endi men o'zimni praktikamdan kelib chiqib, tajribamdan kelib chiqib aytaman, imkon doirasida bir 40-50 sm joyida navda bo'lmagani ma'qul. Chunki mana bular meva beradigan bo'lsa, o'sha mana masalan mana juda sifatli gullab turibdi. Meva beradigan bo'lsa, bu novdalar mana egiladi. Egilganda yerga tegmasligi kerak. Shularni inobatga olib biz masalan o'z tajribamizda mana shunaqa kesishga mo'ljallaganmiz. Agar yana kimda boshqacha fikrlar bo'lsa marhamat, chunki hozir O'zbekistonda juda ham limonchi agronomlarimiz ko'p. Ulardan ham masalan o'zining tajribalari bo'lishi mumkin. Lekin meni tajribam o'sha masalan uyimda 1 gektar limonim bo'ladigan bo'lsa, shu nimasi yomon, yerga to'kkan limon yomon bo'ladi. Bu birinchi navbatda yerga tekkan qismi chirib qoladi. O'sha masalan bilmay biz uni saqlamaga olib qo'ygan bo'lsak, yerga tekkan limonlar to'liq yetilmagan bo'ladi-da, chirishga olib keladi. Ikkinchi tomoni o'sha yerga tekkan limonlarni dorlash qiyinroq. Va yana uchinchi tomoni o'sha yerga tekkan limonlar bilan ustidagi novdalar bir-biriga qo'shilib ketadi-da, mana bunday bo'lib, o'rta ichida kasalliklarni olib keladi. Shuning uchun biz shuni tavsiya qilamiz. Keyin masalan limonni kesayotganda ko'p joyda ko'rdik. Mana hozir mana bu limonimizga endi taxmin tushunchani berib o'tamiz. Mana shu novdalarni mana to'g'ridan to'g'ri kesib limonni yuqori qismini kal qilib qo'yishadi. Bu noto'g'ri usul. Chunki limon qachon sifatli hosil soladi? Faqatgina quyoshdan to'ysa sifatli hosil soladi. Qachon ko'p soladi? Qachonki uni muhiti o'sha nima deydi? O'shani novdalari, shoxlari yetarli bo'lsa, uzun bo'lsa, shuni yuzasidan kelib chiqib limon ko'p soladi. Mana masalan hozir biz shuni mana birtasini chala kesib, birtasini to'liq kesmaymiz mana. Sababiki bu mevaga o'tirgan. Ana bu esa ona shox bo'lganligi uchun qoldirdik. Mana buni ham masalan yuqoriga qaragan uchun oldik. Mana bularni ham mana olib chiqamiz, o'rtasidan olib mana shu stilda qoldiramiz. Endi o'sha ko'pchilikka savol tug'diradi-da, mana shu holatda deydi kessak masalan mana. Shu holatda kessak deydi, mana qoldirmasdan olib tashlashga qaror qildik. Nimaga deydi? Biz shunday qilib mana buni kesib tashsak, erta falon bo'ladi, erta hosil beradi. Biz ertani emas, shu yilni o'ylashimiz kerak. Agar biz shu yil buni mevaga qo'yadigan bo'lsak, sifatli hosil beradigan bo'lsak, ertaga ham o'sha novdalar pishib turib, mana bu quyosh ko'rgan mana shu quyosh ko'rgan muhit mana shu yergacha. Masalan deylik mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ta. 16 ta bargdan agar chiqadigan bo'lsa, keling 3-4 tasi erkak novda chiqadigan bo'lsa, novdalarni olib tashlaymizda, qolganlardan hammasidan meva beradigan mana bunaqa kichkina yon shoxlar chiqadi. Shularni hisobga olib biz mana shunaqa stilda kesishni ma'qul topdik. Xo'sh, Peshku limonchilik maktabi rahbari Nusrat Saidov 93 476 40 20. Bitta like ham bosib qo'yinglar, ma'qul bo'lsa.